Bugun sizlar bilan Snickersli, Twixli marujnani yeb, obzor qilib, baho berib, mukbang qilamiz. Twixdan boshlab ko'rmoqchiman. Mukbang qiladiganlarda ko'rganim, topolmaganim to'g'risi. Nima bu ikkita emas? Shokoladli marujnani ta'mi bilan bir xil, qanaqadir o'zgarish ta'mi yo'q. Twixda ham ta'mi bor. Ondan 6.7 qo'ygan bo'lardim. Может 6.5 qo'ygan bo'lardim. O'ta sladki. Hammani vkusi har xil. Agar kimgadir yoqishi mumkin. Og'zim o'ta shirin bo'lib ketdi. Endi Snickersligini yeb ko'ramiz. Hatto Snickersdan yaxshiroq narsa kutaman. Men yong'oqli marujnalarni vashe sevaman. Yong'og'i ko'p deb umid qilamiz. Prям Snickers o'zi. Ondan beskонечность qo'yaman bunga. Men xohlagan narsa. Koreyaning Snickers bilan O'zbekiston Snickersini ta'mida katta farq bor-da. Men bu O'zbekiston Snickersini ta'mini berar ekan. Bir 10 pachka olib qo'yaman shakilliga. Perfetto. Hammaga rahmat. Like, biska aktiv kutaman.